Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy tazkira asar Idiqut o'g'lonlari Muhitlar jamiyati. Avtori Umarjon Sidiq. Idiqut o'g'lonlariga kirish so'z. Yalqin Ro'zi. O'rta Osiyo tarixida bir mahal parlaq nur chachgan Idiqut madaniyati Chingiz xonning Sharq va G'arbni bo'ysundirish maqsadidagi harbiy yurishlaridan keyin asta-asta parlaqlikni yo'qotib, tushkunlashga qarab yuzlanib, O'rta asrning qorong'u zulmati ichiga g'arq bo'lib ketdi. Madaniyat, ma'rif va taraqqiyot jihatda kunsiri keyniga chekingan bundoq zulmatlik davr 600-700 yillar davom qilib, keyingi kunlarga kelganda Idiqut avlodlari hatto o'zlarining ota-bobolari yaratgan parlaq madaniyatning va yuksak taraqqiyotning shon shuhratiga ishonishga petinolmaydigan darajadagi ma'naviy zaiflikka mubtalo bo'lishdi. Albatta, faqat Idiqut vodisila emas, qadimki davrlarda nini saltanatlik shaharlar qurilib, yuksak darajada taraqqiy qilgan madaniyat namunalari maydonga kelgan ona diyorimiz Şinjan ko'p asrlardan beri xalqni qul qilg'uchi zolim hukmronlarning tinimsiz talon-taroj qilishlari, diniy tafriqchilarning nomussizlarcha ziddiyat terishlari sababidan 20-asrning boshlariga kelganda zulm jaholatning, ezilish xo'rliqning, nadonlik xurofotlikning, nomrodlik bequvvullikning o'chqi bo'lib qoldi. Şinjanda mustaqil podshoh bo'lib olishgan, razillikda bir-biridan eshib tushadigan siyosiy sehrgar Yang Zingshin, Apyunkash Jingshurin, Jallod Shingshsey qatorliqlar va ularning qo'l cho'moqchilari bo'lgan ambal darinlar, yerlik bag amaldorlar bechora xalqni har xil qabiy usullar, qatmuqat siyliq, bo'yinturuqlar bilan dahshatlik turda ezib, aqlli insoniy huquqidan, erkinligidan mahrum qilib qo'ydi. Hatto yashash imkoniyatini eng tuvan chekka tushirib qo'ydi. Diniy to'nga o'rnab olgan mutaassib kuchlar, so'pi ishonlar xalqni ruhiy qulluqqa so'rab, ularning qalbini qorong'u zindonga mahkum qildi. Mushundaq sharoit ostida zamonlardan buyon xalqning ingida suzuk iqindagi axlatdak tinib qolgan ishonchilik, mutaassiblik, xurofotlik, nodonlik ideyalari kuchlanib, ichigan o'g'itga erishgan ozg'andek baraqsan o'sib, bu qadimiy qavmning qalbiy va vujudini yilondek chirmib oldi. Bu muqaddas tuproqning hammala joyida zulm, sitam, taqib, nodonlik hukm surib, ahu faryodlar, yig'i zorilar, qon yoshlar xalqning kundalik tamoqiga aylandi. 19-asrning o'ttirlaridan boshlab taraqqiy topgan Yevropa madaniyatining ta'siriga eng burun uchragan Qrim yarim orolidagi va Tataristondagi tatar ziyolilari ham savdogarlari til va madaniyat jihatda qarindosh bo'lgan xalqlarga ta'sir ko'rsatishga boshladi. Ularning nashr buyumlari va chaqiriq kuchiga boy tashabbuslari qarindosh xalqlarning ma'rifatchilik ideyasining shakllanishiga va milliy ingning uyg'onishiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Ana shularning ta'siri bilan 20-asrning boshlariga kelganda Qashqar, Atush, Kucha, Eli va Turpan rayonidagi taraqqiyparvar savdogarlar va o'lima ziyolilar fanniy maktablarni ochib, yangi ma'rifni yo'lga qo'yib, xalqni uyg'otib, taraqqiyot va qad ko'tarish yo'liga boshlashga niyat bog'ladi. Qumul tog'larida tengsizlikka qarshi qo'zg'algan inqilob o'rniga nodonlikqa qarshi Atush zaminidan ko'tarilgan ma'rifatchilik harakatiga chet el savdogarlarining talon-tarojiga qarshi Eli, Atush, Qashqarda shakllangan milliy savdoni rivojlantirish to'lqiniga Idiqut diyoridagi ma'rifatlik jamoat Muhitlar oilasining e'tiqodli farzandlari aktiv ovoz qo'shdi va millatning taqdiri gullanishiga berib chetiladigan zo'r tarixiy ahamiyatga ega bu harakatlarning sarkardisiga aylandi. Bu oilaning Musul Muhiti, Maqsud Muhiti, Mahmud Muhiti, Gusul Muhiti qatorliq 4 o'g'loni va ularning avlodlari Uyg'urlarning tijorat yangi bek holatida turayotgan shu davrlarda
töge koldurmalarını jaranglatib, sharqda Lanju, Tianjin va Boxay dengizi bo'ylarigacha, shimolda Cho'chak, Eli vodalarini besib o'tib, Shamay, Qozon, Toshkent, hatto Moskva, Leningradlargacha, janubda Atush, Qashqarlargacha berib, Uyg'ur milliy sanoati va milliy sodasiga asos soldi. Chet el savdogarlarining iqtisodiy talon-tarojlariga unumlik zarba berdi. Xalqning qalbi zulmat zindonlariga mahkum bo'lgan, yangicha ma'rifdan so'z echish mumkin bo'lmagan sharoitda g'oyat zo'r besim, qarshiliklarga taqobil turib, xatarlarga tavakkul qilib, topgan pulini xolis holda xalqni nodonlikdan qutuldirishga sarf qildi. Ediqut diyorini asos qilgan holda Urumchi, Cho'chak, Guchung qatorliq joylarda ma'rifatchilik harakatini boshlab, yangi ma'rif harakatini qanot yaydirib, xalqimizning ruhiyatida zo'r uyg'onish, burilish yasadi. Ma'rifat mash'alini egiz ko'tarib, avlodlarning qalbini ilm zamzimi bilan sug'urib, ma'rif tariximizda yip-yangi sahifa yaratdi. Xalqni zulmdan qutqizish uchun qo'lga qurol elib, inqilob qilishning zarurligini tonib yetib, issiq jinidan va talay mushaqqatlar badiliga to'plagan millidan kechib, izilgan xalqni boshlab zulmga, tengsizlikka qarshi isyon tug'ini ko'tardi. Ularning yuguruk atlarga minib, agri qilishlarni mahkam tutib, ochil naqshisini tovlab, inqilob yalqunini Tangirtog', Qaraqurum etaklargacha, bosh agim bo'ylarigacha, taklamakan cho'lliklargacha tutashtirdi. Ularning ot tuyoqlarining hayvatlik do'kurlagan ovozlaridan, g'olibona vurra sadolaridan zolimlarning yuraklari dir-dir titrab, mahkum xalqning jiroyatlangan qalbi olamcha shodlikqa to'ldi. Muitilar farzandlarining ko'pinchisi jang maydonlarida, Jallod Shingsayning turmalarida aziz xalqi uchun qimmatlik hayotini taqdim qildi. Ular Şinjan zeminida oldingi asrning boshlarida yuz bergan zo'r o'zgarishlarning, tarixiy voqealarning, siyosiy bo'ron chapqunlarning, oqartish cho'qonlarining muhim ijobiy ishtirokchisi, boshlamchisi, sarkardisi bo'lish sifati bilan xalqimizning qalb to'ridan o'rin oldi. Tarixning oltin batlariga yozildi. Bizga yangi dunyo yaratish uchun borliqini, hayotini taqdim qilgan bu ulug' o'g'lonlar xalqimizning faxri, yoshlarimizning o'g'inish ulgisi bo'lish sifati bilan bizni mangu ilhomlantirdi. Mazkur kitob dal mushu muhitilar jamiyatining arslandek azimat o'g'illariga, to'hfikor farzandlariga hurmat bilan bag'ishlandi. 2000-yil 12-oy Urumchi. Avtordan bir qancha yildan beri ko'plagan kitob materiallarini ko'rish, tövenge tushib muxbirlik qilish fursatida bir qism kishilardan har xil tarixiy voqealarni anglash jarayonida Turpan ostonadagi mashhur ma'rifatparvar jamoat Muhitlar oilasi haqida xili cho'nqur tushunchaga ega bo'lgan edim va keyin asqatib qolar degan niyatda bir qism materiallarni to'plab qo'ygan edim. Bu chog'larda menda Muhitlar oilasi haqida biror yirik maqola yozish, yanimi izlanib beqish o'yi bo'lsa-mu, lekin kitob ishlash xiyoli teg'i shakllanmagan edi. Shundaqdimi, bu oilaga alohida hurmatim bo'lg'achqa, adabiy so'rinlarda bu haqda gap bo'lib qolsa, hayajon bilan so'zlab qo'yatdim. 2000-yili 11-oyda Urumchidagi iqtidorli adabiy tanqidchi Yalqun Ro'zi, yosh shoir, jurnalist Abdukim Hasan apandilarning Turpanga kelishi munosabati bilan Turpandagi Ömer Abdulla Eli qatorliq bir qancha qalamkash do'stlar Turpan jurnalining muharriri, shoir Akbar Davud Tanhoyining uyiga jam bo'lib qoldik. Bu so'rinda Muhitlar oilasi haqida gap bo'lib, men yana tabiiy holda bu haqda qizishib so'zlab ketdim. So'zimni berilib anglayotgan Yalqun Ro'zi, Muhitlar jamiyati haqiqatan 20-asrning oldingi yarmida Şinjanning tarixiga ta'sir ko'rsatgan mashhur oilalarning biri. Ular Şinjanning savdo sanoat, madaniyat, ma'rif, siyosiy va harbiy ishlarga zo'r to'hfa qo'shgan.
bundaq mashhur jamoatlar Uyg'ur tarixida ancha ko'p emas. Sizda Mo'yitilar oilasi haqida xili ko'p material bor o'xshaydi. Mushu deganlaringizni kitob qilibla yozib chiqmamsiz? Bo'lmasa, qo'lingizdagi materialni menga bersangiz, men yozib chiqay, deb qoldi. Men ham tan bermagan, ham chaqchaq qilgan bo'lib, turpanliqlarning tarixini turpanliqlar o'zlari yoza oladi jumo, dedim. Yalqın Rozi ochiq ko'ngillik bilan, undaq bo'lsa, texim yaxshi. Sizlar mushu tuproqda o'sib yetilgan, bu yerning ahvoli bizga qaraganda sizlarga teximi tonishliq. Bo'ldi, biz kelishgan bo'layli. Bu kitobingizni tez yozib, 2 oyda menga topshiring. Kitobni nashr qildirishga men mas'ul bo'lay, dedi. Shundoq qilib, chaqchaqqa o'xshashlar deyilgan bu gap ching'iga chiqib qoldi. So'rindagi boshqa do'stlarningmi menga madad berishi orqasida Yalqin Rozga ishonchlik va'da berdim. Nihoyat, bu kitobni yozish jarayonida shuni qayta his qildimki, erkaklikka ilib deb qo'ygan bu gapimni o'rindash, lavzimda turish uchun ming bir mushaqqat tortdim. Ajoyib zo'r besim his qildim. Hatto o'zimni chag'lamay, oldirib va'da berib qo'yganligimga pushaymonmi qildim. Shuning uchun 2 oyda bitmoqchi bo'lgan bu kitob 2 yilda aran yozilib tamomlandi. Lekin shuningga iqrormanki, necha o'g'il balaning oldida bergan shu va'dam Yalqin Rozi apandining besimi ayni vaqtda so'ringa qatnashgan do'stlarning "Ha, iliqi kitob qandoq bo'lib ketdi?" deb davomli meni söyleshi bo'lmagan mushu xil besimliq turtkilar meni tugumas haroq so'rinlaridan o'zimni tartishga majburlamagan bo'lsa, bu kitob 2 yildimi kutmagan bo'ladi. Men Yalqin Rozi bilan bu haqda so'zlashib bo'libla, bir tarafdan material yig'qach, bir tarafdan yozishni boshlagan edim. Buning uchun Urumchiga bir qancha qitim chiqib, Mo'yitilar oilasining tuqqanlarini izladim. Ostona yesiga ko'p qitim berib, peshqadamlar bilan ayni yillardagi tarixiy voqealardan xabardor kishilar bilan ko'rishdim. Ostona yesidagi yozuvchi Abdurahmon Abdulla aka meni qizg'inlik bilan qo'llab, bir qism materiallar bilan ta'minladi. Yana Mo'yitilar oilasi haqida yozilgan maqolalarni izlab, so'rab yig'dim. Hatto bu oilaning biror a'zosining ismi chiqibla qolgan material bo'lsa, tepib keldim. Kitobni yozish jarayonida bir tarafdan tarixiy asar yozishning naqadar ta'sirligini tonib yetsam, yana bir tarafdan bilimimning kamligi, tajribamning yetarsizligi, qalam quvvatimning ojizligini his qildim. Chunki amdi biror yangi faktni tepib, hayajon bilan yozishni boshlamayla yana bir tarixiy voqealikka, shaxsga, atalg'uga duch kelatdim. Buni shu vaqtning o'zida topolmaydim. Yoki tepish uchun nurg'un material ko'ratdim. Bu chaqda bayamqi ilhom, hayajonlar allaqayoqlarga uchib ketib, yozish qizg'inligim shu an pasayib qolatdi. Buningdan yeribla qolatdim-da, kompyuterni o'chirib, boshqa ishga kirishatdim. Buningdagi asosiy sabab shuki, tarixiy asarni bo'libmi, mazkur kitobga o'xshash tarixiy tazkira asarini badiiy asarga o'xshash avtor hayajonlanganda, ilhomi kelganda ko'ngil xotirasidan fontandek chiqayotgan fikrlarni qalamga elish bilan vujudga chiqarg'ili bo'lmaydi ekan. Har bir tarixiy atalg'u xuddi egiz bir taqqa o'xshash avtorning oldini to'sib, bulduqlab qaynayotgan ilhomini sovuq suv quygandek pasaytib qo'ydi ekan. Amaliy yuz bergan bu faktlarni, jarayonlarni boshdan kechirgan, anglagan, xotirlagan kishilardan, ishonchli materiallardan izlashga to'g'ri keladi ekan. Albatta, buningga nurg'un vaqt, zehniy kuch, tafakkur, iroda sarf qilinadi ekan. Men mushularni boshdan kechirayotganimda Sayfiddin Azizi, Abdurahim O'tkir, Zo'rdin Sabir qatorliq peshiva yozuvchilarimizning tom tarixiy asarlarni yozish jarayonida qanchalik mushaqqat chekkanligini, izdanganligini haqiqiy turda tushunib yetdim. Ilgari haqiqiy his qilolmagan bir nuqtaga, ya'ni ularning bu asarni yozish uchun 10 yil, 20 yil tayyorlik qildim degan so'zlarining hargizmi asossiz emasligiga ishondim. Men
Bu kitobning muhitiylar farzandlarining qo'zg'olonga boshchilik qilish jarayonidagi voqealari tasvirlangan qismini yozishda Ablimit Maqsudov apandining Shinjang tarix materiallarining 38 qismi Shinjang xalq nashriyati 1994 yili nashri da e'lon qilingan 1931-1934 yillari Shinjangda bo'lgan xalq qo'zg'olonlaridan qisqacha aslama nomli maqolasini asos qildim. Chunki Ablimit Maqsudov Muhittinlar farzandlari bilan navra tuqqan bo'lish sifati bilan Maqsud Muhitti, Mahmud Muhitti qatorliqlar bilan qo'zg'olonda boshdan oxir birga bo'lgan. Mahmud Muhittini qo'g'dash rotasining komandiri bo'lib Qashqargacha borgan va keyin sobiq Sovet ittifoqiga o'qishga chiqib ketgan. Shunga uning tarixiy aslamasini bu haqda yozilgan boshqa materiallarga solishtirganda ishonchli deb hisobladim. 1999-yili 2-oyda men ham Turpan gazetining Ediqut o'g'lonlari sahifasida tanishtirish ham qisman bo'lsa-mu materialga erishish maqsadida Urumchiga chiqib, Ablimit Maqsudovni Shinjang Yezilik universiteti qorosidagi uyiga izlab borgan edim. Shu vaqtda 83 yoshga kirgan, yashnib qolganlikdan salomatligi degandek yaxshi bo'lmayotgan, xotirasimi ojizlashib ketgan bu zot maqsadimni uqqandan keyin o'zining beshidan o'tgan voqealarni yuqorqi maqolasida tafsiliy bayon qilganligini aytib, shu maqolasidan foydalanishimni tavsiya qilgan edi. Uningdan boshqa Seyfiddin Aziz apandining Ömür dastoni, Abdurahim O'tkir apandining Uyg'ongan zimin, Yalqin Ro'zi bilan Mir Ahmad Siyitning Mamtili apandi qatorliq kitoblari va Turpan tarix materiallari, Pichan tarix materiallari qatorliq kitoblar foydalanishim uchun muhim qo'llanma bo'ldi. Bu kitoblarni qayta varaqlash jarayonida avtorlarning bu ilmiy emgaklariga ajoyib zo'r ajr singdirganligiga, bo'libmi Seyfiddin Azizning Ömür dastoni nomli kitobining Shinjongning ayni yillardagi tarixini amaliyotga uyg'un holda aks ettirib berganligiga chin dilimdan qoyil bo'ldim. Yana yerlik tarixiy materiallarni qizish, tuzishning intayin muhimligini, bu materiallarning keyingi tadqiqotlar uchun intayin muhim rol o'ynaydiganligini tunib yetdim. Tarixni o'ydirib chiqarish, o'zgartishga bo'lmag'achqa, mazkur tazkira asarining talabi bo'yicha bir qism faktlarni yuqorqi kitoblardan aynan oldim. Yuqorqidek jarayonlar kitob yozilish sur'atining intayin osta bo'lib qolishini keltirib chiqardi. Kitobning dastlabki tezisi putib, rasmiy yozish va qayta ishlash bosqichiga kelganda birdilla butun vujudim, tafakkurim, as-yodim bilan kitobdagi voqealiklar ichiga kirib ketdim. İlhamim teshib, yerib charchig'inimni to'ymay, har oqshimi kech soat 1-2largacha ishlashni davomlashtirdim. Muhitlarning e'tiqodliq, o't yurak farzandlarining ruhi meni ilhomlantirayotgandek his qilib, bir xil burish tuyg'usidan irodam chingib bordi. Xayr, oxiri men mas'uliyatimni ado qilib, Ediqut vodisida ulug' o'tdek lavuldab, butun Shinjang tuproqiga yo'riqliq, harorat tarqatgan bu mashhur jamoat haqidagi oddiy obida bo'lgan bu kitobimni yozib tamomladim. Lekin boshda aytib o'tgandek, armonga tushliq darmon bo'lmag'achqa, kitobimda yetarsizliklarning bo'lishi tabiiy. Bu jihatda o'qirmanlarning tanqidiy fikrini qabul qilaman. Oxirida men bu ilmiy emgakni vujudga chiqarishimda to'rtkilik rol o'ynagan adabiy tanqidchi Yalqin Ro'zi apandiga alohida rahmat aytaman. Yalqin Ro'zi material to'plashimga, bo'libmi muhitlar jamiyatidagilarning texi oshkorlanmagan rasmlarini qandoq chora amallar bilan tepishimga ko'p maslahat ko'rsatdi. Musul muhitining rasmini topolmagan vaqtimda o'zi bir amal qilib tepib kitobga kirgizdi. Men yana meni bir qism materiallar bilan ta'minlagan Abdurahmon Abdulla, marhum Ablimit Maqsudov, olim Uyg'ur Sayrani, Mahmud Zaydi, İbrahim Muhitti, Mas'ud İbrahim, Mihribon Mejid, Yemit Niyoz, Anvar Abdugul qatorliq barliq yaxshi ko'ngil kishilarga chin qalbimdan rahmat aytaman.
2002 yil dekabr. Turpan.